Doktor Rashel yuz uhot nabor narsalariga 1dan 10 gacha ball beramiz qizlar. Buni o'zimda sinab ko'rib ishlatyapman. Shuning uchun ham bularga 1dan 10 gacha ball berib, sizlarga natijasini aytaman. Xo'sh, mana bu penkaga keladigan bo'lsak, bu juda ham yumshoq, lekin ko'zni achishtirar ekan. Unga 8 ball. Tonerga keladigan bo'lsak, yaxshi, lekin qanaqadir qurishtirish bormi, unga 7. Serumga qizlar gap yo'q, elastichniy, ertalab yuzlaringiz bir boshqacha mayin bo'lib turar ekan, bunda 10 beraman. Vansh serumdan keyin mana bu masajli narsasiga masaj qilsanglar, yuzga juda ham zo'r bo'lar ekan, qattiq ekan. Ko'z ostiga ajinlarga ishlatiladigan mana bu kremiga esa 6 beraman. Qanaqadir ta'sirini sezganim yo'q. Kechki kremiga esa yaxshi namlantirib berar ekan, qurishtirmaydi. Bunga esa 9 ball beraman.